Assalomu alaykum. Bu 14-iyuldagi o'zbek tili kundaligim. Men buni hozir 15-iyulda tungi soat 4:30da yozib, ChatGPT bilan tekshirgandan keyin hozir esa soat 9da uyga qaytib buni gapiryapman. Men kecha juda kam o'rganganim sababli bugun ishlayotganimda uzoq vaqt davomida o'qishga muvaffaq bo'ldim. Taxminan 2 soat davomida 2021-yildagi logistika mutaxassisligi imtihonini onlayn orqali topshirdim. Undan keyin xato qilgan savollarni 30 daqiqa davomida tekshirdim. Bundan tashqari o'zbek tilini ham taxminan 2 soat atrofida o'rgandim. Aslida allaqachon odatdagidek o'qimoqchi edim, lekin kundaligimni yozayotganimda juda qiziqarli mavzuga o'tib qolganim sababli uni yozish uchun juda ko'p vaqt ketdi va natijada men ish tugaguncha bu kundalik yozishni tugay olmadim. Kecha kundaligimda chet elliklar uchun yeyish juda qiyin bo'ladigan taomlar haqida yozdim. Janubiy Koreyada odatda boshqa viloyatda esa tashlab yuboriladigan mahsulotlardan ham taom tayyorlash madaniyati bor. Masalan, molxoni, tovuq oyog'i, cho'chqa boshi va cho'chqa ichki a'zolar, hungo, baliq va boshqa mahsulotlardan turli taomlar tayyorlanadi. Buning bir nechta sabablari bor. Birinchidan, Janubiy Koreyada oziq-ovqat juda kam bo'lgan. Dehqonchilik aslida Mongoliya, Qozog'iston shunday mamlakatlarga qaraganda ko'p, lekin dehqonchilik jamiyati bo'lsa ham tekisliklar kam va tog'lar esa juda ko'p edi. Bundan tashqari Janubiy Koreyada urushlar ham juda ko'p bo'lgan. Biz Yaponiya va Xitoy o'rtasida joylashganimiz sababli ular orasidagi urushlardan ko'p aziyat chekkanmiz. Xitoy tarix davomida Koreyaga bir necha marta ular har doim hujum qilgan. Chunki Koreya va Vyetnam boshqa mamlakatlarga qaraganda Xitoyga ko'ra Koreya va Vyetnam esa boshqa kichik mamlakatlarga qaraganda kuchliroq bo'lganlari sababli Xitoy ularni nazorat qilish uchun Xitoy ular nazorat qilgandan keyin birinchida biz bilan urush qilgan. Shunday tarix bor. Shunday sharoitda ovqat tanlashning iloji yo'q edi. Yeyish mumkin bo'lgan hamma narsani yeyishga majbur edik. Hatto odatda yeyilmaydigan mahsulotlarni ham yeyishga yaroqli qilib pishirishga majbur bo'lganmiz. Masalan, bizga namul degan taom bor. Namul bu allaqachon boshqa mamlakatlarda buni yemaydi, chunki uning ichida aslida zaharli, bu sabzavotlar zaharli. Shu sababli boshqa mamlakatlarda buni yemaydi, lekin Janubiy Koreyada taomlar juda kam bo'lgan sababli bu zaharini kamaytirib buni pishirib yeyadi. Bu juda mazali. Aslida bibimbap degan taom bor Janubiy Koreyada. Bibimbap bu namul nomli sabzavotlarni guruch bilan tayyorlangan taom. Juda mazali. Shu sababli Janubiy Koreyada shunday ovqatlanish madaniyati paydo bo'lgan. Chet elliklar Sharqiy Osiyodagi mamlakatlar
Xitoy, Koreya, Yaponiya shunday mamlakatlarda larining ovqat madaniyat ozgina bir xil deb o'ylashadi. Uncha yaxshi bo'lmaydigan chet elliklarga qaraganda, chet elliklar esa, lekin diqqat bilan qaralsa, ular orasida juda katta farqlar bor. Masalan, Janubiy Koreyada aytganimdek, dehqonchilik rivojlangan bo'lsa ham, tekisliklar juda kam bo'lgan. Urushlar ham tez bo'lib turgan. Shu sababli odatda tashlab yuboriladigan mahsulotlardan ham taom tayyorlab yeyishgan. Qolaversa, Janubiy Koreyada suv juda toza. Masalan, biz yo'q, bu suv masalan Yevropa, O'zbekiston, Xitoy shunday mamlakatlardagi suv esa ozgina toza emas. Buni biroq ichishi bu juda xavfli, lekin Janubiy Koreyada esa bu mumkin. Shu sababli suv asosida tayyorlanadigan sho'rvalar juda ko'p. Qish uzoq davom etgani sababli ovqatni uzoqroq saqlash uchun achitish madaniyati ham yaxshi rivojlangan. Bu esa Yaponiyada ham bir xil rivojlangan-ku. Xitoyda esa turli xil mahsulotlar juda ko'p bo'lgani sababli ovqat madaniyati juda yaxshi rivojlangan. U viloyatda juda boshqa madaniyat bor va boshqa mazali taomlar bor. Bundan tashqari, suv uncha toza bo'lmagani sababli uni Koreyadagidek xom yoki qaynatib ichishmagan. Aksincha, ovqatlarini ko'proq yog'da qovurib pishirishgan. Yaponiya esa orol mamlakat bo'lgani sababli baliq bilan tayyorlanadigan taomlar madaniyati juda rivojlangan. Ayniqsa, ular tarix davomida uzoq vaqt go'sht yeyolmaganlari sababli go'shtdan tayyorlanadigan taomlar uncha rivojlanmagan edi. Yaponiyaliklar go'shtni keng miqyosda yeyishini boshlaganiga bor yo'g'i 150 yilcha bo'lgan. U Nederland mamlakatga kelgandan keyin faqat 200 yildan kamroq bo'lgan edi. Buning o'rniga baliq va sabzavotlardan tayyorlanadigan taomlar madaniyati juda yaxshi rivojlangan. Men bugun ish tugashidan taxminan 30 daqiqa oldin yaroqlilik muddati o'tgan ko'p proteinli ichimliklarni bepul olishim mumkin edi. Yaroqlilik muddati o'tgan bo'lsa ham darrov aynib qolmaydi. Aynishi uchun yana biroz vaqt kerak bo'ladi. Agar yaroqlilik muddati o'tgan taomlar uchburchak kimbap, sut va muzlatgichda saqlanadigan boshqa mahsulotlarga ko'ra xavfsiz muddat uncha uzun emas. Omad bo'lmasa, muddat tugaganidan bir necha soat o'tib ham aynib qolishi mumkin. Ayniqsa sut shunday holat juda ko'pincha bor. Ramyon, kazaklar va yaroqlilik muddati juda uzoq bo'lgan mahsulotlarda esa bu muddat ancha uzun bo'ladi. Omad kelsa, muddat bir oy o'tgan ramyonni ham yeyish mumkin va men shunday ramyonni yeganman. Qadimda. Proteinli ichimlik esa shu ikki tur orasidagi mahsulotlardan biridir. U sovuq joyda, ya'ni muzlatgichda saqlangan bo'lsa, yaroqlilik muddat ancha uzoq bo'ladi. Saqlangan bo'lsa ham yaroqlilik muddat ancha uzun bo'ladi. Menimcha muddat o'tgan bo'lsa ham 3-4 kungacha ichish mumkin. Bugun jami 14 ta ichimlikning muddati tugagan edi.
Men ulardan ikkitasini ishlatganimda tushlikda ichdim va boshqa yana 5tasini xaltamga solib uyga qaytdim. Aslida bu ularni hammasi bilan solib qayta oldim, lekin hammasini ayni ishdan oldin ichishga ulgurmayman deb o'yladim. Uyga qaytib yana o'zbek tilini o'rganganimdan keyin soat 10:30da uxlay boshladim. Allaqachon soat 5:30da uyg'onishni rejalashtirgandim. Shu sababli budilnikni ham shu vaqtga qo'ygan edim. Lekin bugun havo juda issiq bo'lgani sababli uyqu orasida bir necha marta uyg'onib ketdim. Agar yaxshi uxlasam, budilnik jiringlaganda darhol turaman. Darhol turardim, lekin bugun juda yomon uxlagani sababli uyg'ongan bo'lsam ham logistika mutaxassisligi imtihoniga uncha yaxshi tayyorlana olmadim. O'zimga to'liq kela olmadim. Hatto o'qiyotganimda ham bilmay uxlab qolibman. Bu juda afsuski. Men uxlab qo'yib soat 8larda uyg'ondim. Yana uyg'ondim. Yaxshi yoki yomon uxlaganimni hisobga olmasam, bugun taxminan 9,5 soat uxlab yubordim. Bu juda yomon. Men juda afsuslandim. Hozirgi paytda Janubiy Koreya juda issiq bo'lgani sababli uncha yaxshi uxlay olmayapman. Avvallar havo salqinroq bo'ladigan paytda, ya'ni kechqurun soat 10-11lar atrofida uxlar edim. O'sha paytda juda yaxshi uxlay olardim. Lekin hozir eng issiq vaqtda, ya'ni kunduzgi soat 1-2 atrofida uxlayotganim sababli uyqu orasida tez-tez uyg'onib ketaman. Aslida hozirgi paytda orasida uyg'onganadigan soat esa ko'pincha men soat 2-2:30lar atrofida orasida uyg'onaman. Bu muammoni hal qilishim kerak. Uyimda konditsioner bor, Yevropada yo'q. Uni ishlatsam hozirgidan yaxshiroq uxlay olaman. Lekin afsuski unda ventilyatorudagidek avtomatik o'chirish timer yo'q. Aslida timer bor edi, lekin ancha oldin buzilib qolgan buni. Uni yo'qsam, o'zim o'chiraman. Agar o'chirmasam, elektr narxi juda qimmat chiqadi. Ertaga kechagidan biroz kechroq uxlamoqchiman. Menimcha soat 1:30-2lar atrofida uxlamoqchiman. Shunday bo'lsa, uxlayotganimda konditsionerni yo'qmoqchiman. Uxlayotganimda otam ertalab, otam odatda soat 5lar atrofida uyga qaytadi. Shu paytda havo uncha issiq bo'lmaydi va shu paytda agar havo uncha issiq bo'lmasa, otam konditsionerni o'cha oladi. U o'chirib qo'yishi mumkin. Bu juda yaxshi. Juda yaxshi. Rahmat.